Mavlovat yonib ketishimga ozgina qoldi-yu, men ikkinchi bu labirintga qaytib kirar ekanman qishloqqa. Nima bu? Nima qurgansan sen? He, men bilgandim sen mani labirintimni o'ta olmasligingni. Bu labirintni hech kim o'ta olmaydi. Men buni shunaqa zo'r qurganman. Kim o'tmoqchi yana aytinglar, buni ichida juda ham katta priz bor, ko'p izmurudli. Yo'q, qishloqqa men o'tmayman. Mana mavlovat yonib ketishimga ozgina qoldi-yu. Aslan nima deb o'ylagan men nima oson labirint qurib qo'yaman deb o'ylaganmidinglar? Yo'q, bu labirintdan hech kim o'ta olmaydi. Yo'q, baribir odam topiladi san labirintni o'ta oladigan. Qani kim topilarkan? Qani menga aytchi, san o'ta olmading, san ham o'ta olmading, san ham o'ta olmading, san ham o'ta olmading. Hech qaysinglar o'ta olmadinglar-yu bu labirintni. Bizani qishlog'imizda hech kim o'ta olmaydi bu labirintni. Xo'p, mayli qishloqqa, agar sen labirintini o'ta oladigan odamni olib kelbersam, sen menga 3 ta 8 izumrud berasanmi? Ha, baribir hech kim o'ta olmaydi. Mayli, olib kelcha odamingni, agar u rostdan o'ta olsa, men senga 3 ta 8 izumrud beraman. Lekin buni baribir hech kim o'ta olmaydi. Bo'ldi, unda kutib tur qishloqqa, hozir men o'sha odamni olib kelaman. Bu 100% sen labirintini o'ta oladi. Keyin esa sen menga 3 ta 8 izumrud berasan. Men esa ketdim, chaqirib keling. Shu mash borib probel knopkam qiyin bosiladigan bo'lib qopti-da borib. Meni ko'rasizlarmi? Bosyapman-da, qanaqa taqillash eshitilyapti. Eshityapsizlarmi sizlar ham? Yo'q, to'xtang, ishim taqillayotgan ekan. Bo'ldi, men hozir ketyapman. Salom qishloq, qalaysan? Salom Kapot, yaxshimisan? Kapot juda ham ko'p izumrud ishlovga kelyaptimi? Juda ham ko'p izmurud desam, hozir kutib tur chiqqanicha. Izmurudim yo'q ekan, kira zada ishlovim kelyapti. Nima qilish kerak? Qara Kapot, yani yaxshilab eshit, sani qo'shning juda ham katta labirint quribdi, katta qishloqning ichida. O'shani o'tsang ko'p izumrud berar ekan. Qani? Chap tomoningga qaraga. Hop, qanicha? Voy! Qishloq namuncha katta bu? Kapot, bizim butun qishlog'imiz mana shuni o'tishga harakat qildik, lekin bu juda ham qiyin ekan. Biz hech qaysimiz o'ta olmadik. Keyin esa men qishloqim bilan spor o'ynadim. Agar men mana shu o'tadigan odamni olib kelib bersam, u menga 3 ta 8 izumrud beradi. Sen esa uni katta boshchining hamma prizni o'zingga olasan. Ichida qanaqa priz ekan? Bilmasam, lekin qishloqqa juda ham ko'p izumrudlar bor deyapti. Biz mana shunda juda ham yaxshi ishlab olamiz. Lekin to'g'ri aytyapsan. O'zi qani emas, bitta tepadan qarab ko'rgim kelyapti-da. Boru, o как раз zamti baland bino boru. Hop, hozir chiqib qaraymiz. Tezroq. Hop, qanicha? Lekin labirint to'g'ri ajoyib ekan. Lekin menimcha unchalik qiyin emas shekilli, men ko'rishim bo'yicha. Menimcha men buni o'ta olsam kerak. Kapot, men senga ishonaman. Agar sen o'ta olsang, biz ikkalamiz zo'r ishlab olamiz. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Hop, tushunmadim. Nimaga sizlar kelinglar qarayapsizlar, qanaqa o'tishni? Qishloqqa sen endi mana shu odamni olib keldingmi o'ta oladigan? Qishloqqa Kapot san labirintini 100% o'ta oladi. Kapot ham o'ta olmaydi bu labirintni. Nima deyapsan qishloq? Men любой labirintini o'ta olaman. Zombini ichida bo'lsam, katta qishloqning ichida bo'lsam, любойni o'ta olaman men. Kapot, ichida испытаниyalarni ham o'ta olasanmi? Men hammasini o'ta olaman. Menga faqat tushuntirib bersang bo'ldi. Qara Kapot, sen mana shu katta qishloqning ichida labirintni o'tishing kerak. Ichida juda ham ko'p shartlar bor. Sen hammasini bajarishing kerak. Agar sen mana shuni o'ta olsang, men fioletoviy kiyimli qishloqiga cho'nchagimda 3 ta stak izumrud beraman. Sen esa katta boshli ichidagi hamma izumrudli prizlarni olasan. Lekin men 100% javob beraman, sen buni o'ta olmaysan. Qishloqqa nima deyotganini eshityapsizmi? O'ta olmaysan deyaptimi bu? Kapot, men senga ishonaman, 100% o'ta Men 100% buni o'taman. Bo'ldi, qishloqqa men tayyorman unda o'tishga. Mayli Kapot, bo'pti. Men lekin baribir javob beraman, sen buni 100% o'ta olmaysan. Mayli, bo'pti, men hozir hammasini o'sib chiqaman. Xo'p, bolalar, biz esa endi mana bu katta qishloqning ichidagi labirintni o'tamiz. Hop, birinchi parkur qanaqadir ajoyibroq ekan boru. Mana ekan u eshik, men o'sh bildim. Men pechkalarning ichidan nimadirlarni topishim kerak. Hop, mayli, biz buni o'tamiz. Hozir men topaman, kalitmi, richakmi. Oppa, ana bo'ldi, birinchisini ham уже top bo'ldim. Hop, mayli, bundoq qo'yamiz, ochamiz endi. Tushunmadim, mana kichkinaligini qaranglar. Hop, tepada-chi? Tepada kichkina parkur bor
bor ekan. Faqat aytmanglar, men kichkina bo'lishim kerak ekan. Voy. Mayli, xo'p, unda hozir biz bundoq kichkina bo'lib olamiz-da. Mana bu yerdan tepaga chiqib parkur o'tamiz. Ketdi bolalar. Kichkinaligimni qaranglar. Pashshadek bo'lganman. Mayli, xo'p. Hop, bundoq sakraymiz. Bundoq. Endi esa mana shu yerdan tezroq o'tib olish kerak. Men keyin tezroq prizni ham o'zimga olaman. Hop, bundoq. Voy, qaranglar, kattaligini qiyin bo'ladimi deyman yoki nima? Hop, yugurib o'tish kerak ekan. Tushunmadim. Voy, nima bo'ldi? Voy, nimaga unaqa surilib qoldim? Men tushunmadim. To'xtanglar, men nima sakrab o'tishim kerak endi o'sha yerdan. Hop, mana bunaqa bo'lib o'g'irlar ekan bular. Bo'ldi, tushundim. Hozir endi bundoq o'g'irladi. Mana bo'ldi. Men bu qanaqa ishlashini ham tushunib oldim, bolalar. Hop, endi yana ham kichkina zinadan pastga tushamiz. Davay. Ana bo'ldi, tayyor. Endi esa kattadan yana tepaga chiqar ekanmiz. Endi pastga tushdim-u. To'xtanglar, men nima ekan hozir? Qanaqadir kitob qo'yadigan shkafmi? Tushunmadim. Mayli, xo'p, bundoq ketdi. Yo tepaga qanaqa qilib chiqar ekanman endi men? To'xtanglar, balki mana bu yerda nimadir bordir. Nima deb o'ylaysizlar? Qanaqa qilib tepaga chiqaman? Xo'p, qanichi? Voy, ehtiyot bo'lamiz. Mana bu yerda zina bor ekan, bolalar, ko'rdinglarmi? Mayli, biz bunisini ham o'tib olamiz. Xo'p, mana bu yerda yana eshik bor ekan. Voy, bu mayda eshiklar qo'yib tashalgan ekan u bu yoqqa. Xo'p, mayli, kiramiz. Wow, nima bu? Eshik. Qaranglar, ajoyib ekan, undan ochilib yopilar ekan. Xo'p, mayli, endi-chi nima bu endi? Xo'p, bu nima bu? To'xtanglar, bolalar, men tushunmadim. Katta bo'ladigan konfet. Bo'ldi. Men unda hozir yana katta bo'lib olar ekanman. Ura! Xo'p, tezroq tushib olamiz. Tezroq. Voy, men shunday sakrashim kerak. Uni sakrab bitta katta bo'laman. Ana bo'ldi, tayyor bolalar. Men yana katta bo'ldim. Xo'p, tushunmadim. Bu yoq men chiqgan joyim endi hozir tushunmadim. To'xtanglar, mana bu yerda qilich bor ekan, tillali olmalar bor ekan. Men urushishim kerakmi kimdir bilan? Hop, mayli, unda tayyor bo'lib turish kerak ekan. Agar yo'limdan kimdir chiqib qolsa, urushishimga to'g'ri kelar ekan. Hop, bu yo'g'i, mana bo'ldi. Men qanaqadir zombi qishloqlar bilan urushishim kerak ekan. Bor yo'qollaring, men urolmaysanlar sanlar. Hop, mana bo'ldi, tayyor. Hammasini bisib tashladim men. Endi esa labirintdan o'tib olsam bo'ldi. Ehtiyot bo'lib, mana bu yerda yana bor ekan-u. Hop, mayli, tayyor, o'ldirdim bunisini ham. Hop, ehtiyot bo'lamiz. Hop, endi yog'iga sakraymiz. Oho, qiyin bo'pti, lekin mayli, biz o'tib olamiz. Zato oxirida qanaqadir katta prizlar bor deyishyapti-yu. Mayli, o'tamiz. Fioletoviy kiyimli qishloqi ham izmurudli ishlab oladi. Bor yoqol, domlaman senga. Lavadan o'tolmaysan-u sen baribir. Mana nima ekan endi tushunmadim. Ehtiyot bo'lamiz. Hop, bu yog'i richak yozib qo'yilgan ekan. Richak topishim kerakmi endi, men tushunmadim. Mayli, hop, harakat qilamiz topishga. Qayerda bor ekan, nima deb o'ylaysizlar? Qidirish kerak ekan. Unda menimcha sakraymiz. Mana bu yerda yana bittasi bor ekan. Menimcha mashinadan tushdi kerak deb o'ylayapman. Mana aytdim-ku, mashinadan richak tushdi, tayyor. Hop, endi eshikni ham ochib olamiz, bolalar. Hop, sakraymiz bu yog'i. Ana bo'ldi. Bu yog'i bundoq qo'yib, ana bo'ldi, ochamiz. Tayyor. Bu yoqda endi nima ekan? Mayda izumrudmi bu? Qayoqqadir qo'yish kerak menimcha buni. Hop, yoki mamutga qo'yish kerak. Masjidga qo'yish kerak ekan. Bo'ldi, men buni tushundim. Hop, qanichi? Oppa, ana bo'ldi, tayyor. Eshik ham ochildi, bolalar. Eshik ochildi. Hop, bu yoq nima ekan endi? Qanichi? Bo'ldimi, men o'tdimmi buni? Voy, ura, bolalar, men buni o'tdim. Qishloqqa nima deyapti? O'tolmaysan-da. Bo'ldi, o'ynaymiz. Men o'ynashim juda ham ajoyib, bolalar. O'tiramiz, yotamiz. Voy, bolalar, qaranglar, men o'sha o'tdim hammasini. Mana bu yerda katta izumrud, qaranglar. Voy, bu vashsha qimmat tursa kerak menimcha. Mana bu yerda har xil kiyimlar ham bor ekan, sandiq ham bor ekan. Sandiq ichida nima bor deb o'ylaysizlar? Qanicha ochib ko'ramiz. Wow, bolalar, qaranglar, bu yoqda yo'q narsani o'zi yo'q ekan. Men juda ham boyman endi, bolalar, qaranglar. Voy, mana bu kirkalar, qilichlar bor ekan. Voy, boltalar. Mana nima ekan tushunmadim. Maylon, xo'p. Mana buni bilasizlar, bolalar, nimaligini mana bunaqa bunda otsa bo'ladi. Izumrud bilan otar ekan bu. Voy, menga juda ham yoqib ketyapti bu narsa. Mana bu yerda mana bunaqa kiyimlar ham bor ekan. Bularni ham kiyib ko'ramiz qanicha. Hop, wow, bolalar, men qalay, chiroylimi? Yarashdimi? Etib
ketinglar, kommentariyaga yozib ketinglar. Bo'ldi, mana shu hamma narsalarni o'zimga olaman. Ura, yaxshiyam o'zi fioletga kiyimli qishloqqa mana shu yerga olib kelibdi. Qaranglar, endi men judayam boyman, hamma narsani olaman o'zimga, hammasini. Voy, lekin yetmadi-yu, mayli, xo'p, qolganda keyin kelib olib ketarman. Mana bunaqa qaranglar, qanaqadir bloklar ham bor ekan, mayli. Bunaqa qo'yib ketmaymiz. Mana bu voy, bolalar, yo'q narsani o'ziga men judayam xursandman. Xo'p, mana bu nima ekan? Mayli, xo'p, to'xtanglar. Endi mana buni qanaqadir qilib olib ketish kerak bu yoqdan. Kattaligini qaranglar, bu izumrudni. Hop, buni sindira olarmikan? Mana nima deb o'ylaysizlar bolalar? Hop, endi esa ketdik, hamma qishloqlarga yetamiz. Men ot olganimni, lekin yo'lda ham eslab qolish kerak bu yoqda hozir. Hop, men yutdim qishloqlar, meni tabriklasanglar ham bo'laradi. Ura, Kapot, men senga ishongandim, mana dessan yutding. Hop, qishloq, sen nimalar deganni o't olmaysan deb qaraman, hamma narsalarni o't oldim, priz ham oldim. Endi menga 308 urut bersan qishloqqa. Mayli, xo'p, beraman. Men sen o't olmaysan deb o'ylagandim, lekin rosta. Ura, Kapot, men senga ishongandim, sen juda ham katta maladessan. Qishloq, lekin ichidagi narsalaring ham ajoyib ekan. O'zman prizlaring menga juda ham yoqdi. Bu ham unchalik qiyin emas ekan, lekin. Kapot, men lekin rosta sen o't olmaysan deb o'ylagandim, lekin maladessan, o't olding. Tabriklayman. Mayli, xo'p, men aytgancha ichidan hali hamma narsalarni olganim yo'q. Hammasini ham hozir olaman. Bolalar, Fiolet Vikingni qishloqiga juda ham katta rahmat. U meni shu yerga olib keldi. Endi qaranglar, biz qanaqa boymiz, har xil narsalar bor. Nushta bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammalardan like kutib qolaman. Keyingi videomda kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar.